Xo'p, assalomu alaykum qadrli do'stlar, nemis tili o'rganuvchilari, sizlar bilan Deutschpod jamoasi. Biz jamoamiz bilan juda ham katta yangilikka qo'l urdik, ya'ni grammatika mavzulari bo'yicha, ya'ni temalar bo'yicha video darslik tayyorlashga, ya'ni YouTube ga video darslik tayyorlashga qaror qildik. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Qani bunda bugun birinchi videoyimizda, ya'ni birinchi grammatik mavzuyimiz alifbo bo'ladi, ya'ni nemis tili alifbosi. Xo'p, nemis tili alifbosida umuman 26 ta harf bor. Undan 21tasi undosh, 5tasi unli va bundan tashqari 4 ta harfimiz bor. Bu qolgan, ya'ni biz bilgan o'zbek tili yoki ingliz tili alfavitlarida uchramaydi. Ularda ham bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, keling yaxshisi har bitta alifbodagi harflarni talaffuz qilishni sizlarga o'rgataman. Xo'p. A, B, C, D, E, F. Ko'ryapsiz, bu yergacha, ya'ni bu 6 ta harfimizda hammasi ham o'zbek tiliga o'xshab turib, to'g'ridan-to'g'ri talaffuz qilinadi. Qani unda biz davom etamiz. G, H, I, J. Xo'p, shu yerda ozgina tushuntirish berib ketaman. Sizlarda qandaydir tushunmovchilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zbek tilidagi J harfi nemis tilida yot o'qiladi, ya'ni y. Ha, bu shunday va sizlar ham bunga ko'nikishinglar kerak. K, L, M, N, O, P, Q, R. Hop. R harfida ham ko'p tushunmovchilik bo'ladi. Siz agar nemislarda eshitadigan bo'lsangiz, ular R emas, G qilib aytishadi. Ya'ni R. Bu shu narsaga bog'liqki, siz qanchalik nemis tilini bilasiz. Ya'ni siz agar endi o'rganayotgan bo'lsangiz, buni albatta oddiy R qilib aytishingiz mumkin. Va darajangiz oshishi bilan siz bilib olasiz, qaysi so'zlarda R ishlatiladi, qaysi so'zlarda R ishlatiladi. Biz davom etamiz. Xo'p, keyingi harfimiz S. Xo'p, ozgina to'xtalish qilaman. S da ham nemislar buni S emas, ya'ni oddiy S emas, Z tarzda o'qishadi. T, U, V. Xo'p, V harfimiz ham, ya'ni o'zbek tilidagi V harfi nemislar tarafidan F tariqasida o'qiladi, ya'ni F. V, ya'ni W, X, Y, Z. Xo'p, Z ya'ni Z harfimiz talaffuz qilinishi Z bo'lmaydi. U C, ya'ni rus tilida bor, bu ya'ni TS, C talaffuz bo'lib o'qiladi. Xo'p, endi boshqa tillarda, boshqa alifbolarda bo'lmagan 4 ta faqat nemis tiliga tegishli bo'lgan harflarimiz bor. Bulardan 3tasini biz umlaut deymiz. Umlaut nima degani? Bu 3 ta unligimizga tepasiga 2 ta nuqta qo'yilishi, ya'ni umlaut. Xo'p, bunda talaffuz qanday bo'ladi? Masalan, A unligimiz ustiga agar umlaut qo'yadigan bo'lsak, ya'ni 2 ta tochka qo'yadigan bo'lsak, u E bo'lib talaffuz qilinadi. Agar O ga qo'yadigan bo'lsak, u Ö, ya'ni yumshaydi. U ga qo'yadigan bo'lsak, Uy bo'ladi. Va B harfiga o'xshagan harfimiz bor, lekin bu B emas, B qilib o'qimanglar. Bu harfimiz SZ, ya'ni ikkitasini birlashgani sifatida ko'ramiz. Xo'p, bu nemis tili alifbosi edi. Xudo xohlasa keyingi videoda biz har bitta harflarda qanday qilib so'zlar yordamida o'qilishini aytib beramiz. Sizlar bilan Deutschpod jamoasi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr.